Bir yil Germaniyaga ishga borib qoldik. Urush paytiga. Voy. Ishga turga qilamiz. Shunchalik katta urush ketyapti, o'q o'tib ketadi yonimizdan, Kalashnikdan. Oyoqdagi bomba portlab ketadi. Shunchalik yomon qo'rqinchli urushlar bo'lyapti, biz ishlayotimiz. Qani o'qitirib qo'yinglar keyin. Keyin katta bir loy yasadiku, ichiga yoshundik. Usta bu, qani siz? Meni pulimni bering. Qaysi pul haqida gap ketyapti azamat? Eshak semirsa egisini tepa ekan dada. Usta bu, 1 yildan beri sizga ishlayapman. Bepul, ishlagan pullarimni bering. Pulingni qanday so'rashni bilmaysan-da azamat. Aytgin menga, usta bu, har kun siz bilan sahar ishga borganman. Meni peshona terimni bering degin. Xo'p, usta bu, har kun sahar siz bilan turib, ishga borib, kunimizni issiqlarga ishlab topgan peshona terimni bering. Yo'q. Oxirgi ishlagan joyimizga ham Xolmurod tug'ilgan kun deb hamma pulni o'zingiz oldingiz. Men ham odam. Dada, men tug'ilgan kunim qachon berildi? Ishlagan pulimni bering, usta bu. Azamatjon, gapni eshitdasan. Havliqqandan shoshgan yomon-da. Qozog'istonga ish chiqqan. 1 oy ishlaydik, ishlagan pulim senga. Aniqmi usta bu? Men seni biron marta allaganmi, Azamat? Qarang-da, ertaga sahar 9 ga kelaman. Tamom.